Qur'onni eshitganingizda qalbingiz orom oladi. هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون. Qalbingiz taskin topadi. Qur'onni eshitib turib qalbingiz taskin topayotganligi sizning ishonchingizni o'rnida ekanligini dalili. Birodarlar, siz bilan biz Qur'onni yaxshi ko'rib eshitsak, shunaqa odamlar bor oramizda. Qur'onni eshitishni xohlamaydi. O'chir deydi, o'chir, bitta muzika qo'ydik. Demak, ishonchi yo'qda buni. Nimaga ishonchi yo'q? Qur'on Allohning kalomi ekanligiga ishonchi yo'q. Xulosa birodarlar, Allohning g'azabi hisobidan odamlarni rozi qilishlik ishonchning zaifligidan bo'ladi. Allohdan kelgan yaxshilikni bandalarga nisbat qilishliging